Halima Ibragimovaning eri uylandimi? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, videorolikdan batafsil ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Yaqindagina komik aktrisa Halima Ibragimova 45 yoshida vafot etgan edi. 4 oy oldin Halima Ibragimovaning vafotidan so'ng mana hozirgi kunda tarqalgan mish-mishlarga ko'ra, Halima Ibragimovaning turmush o'rtog'i uylandi va uning opa-singillari ularni uydan haydab yubordi degan mish-mishlar ko'paydi. Bu mish-mishlarga oydinlik kiritish maqsadida Halima Ibragimovaning 3 opa-singlisi, turmush o'rtog'i va farzandlari bilan suhbatlashildi. Unga ko'ra Halima Ibragimovaning opa-singillari shunday deydi: Halimaning do'sti yo'q ekan. Bunga bizning iymonimiz komil bo'ldi. Barchaning maqsadi mansab va boshqa narsalar. Uning do'stlari 10 ta barmog'imiz bo'lsa, shu barmoqlarimizchalik hatto. Barchani uy fikrlari Halimadan qolgan boylik, undan qolgan mashina, uning pullari, uning uylari. Sizlar Halimaning hamma narsalarni talon-taroj qildingiz, turmush o'rtog'ini esa haydab yubordingiz deyishdi. Aslida esa hech ham bunday bo'lgani yo'q. Turmush o'rtog'ining uylanishiga biz qarshi ham emasmiz, lekin vaqti soati bilan balki uylanar, balki uylanmas. Lekin biz uchun juda og'ir bo'ldi. Biz har kuni uni eslaymiz, uni xotirlaymiz, balki oilamizdan, o'z yumushlarimizdan ortib bora olmasmiz, lekin uning turmush o'rtog'i va farzandlari ham har juma kuni uning qabriga borib Qur'on tilovat qilib, uni eslab yod olishadi. Biz uchun juda og'ir bo'ldi. Ota-onamizdan so'ng 3-farzand bo'lishiga qaramasdan, oilamizning tog'i, qo'rg'oni edi. Har bir to'y ma'rakalarda barchasida bizning boshimiz bo'lib turardi. Biz boshsiz qolgan insonga o'xshaymiz. Ich-ichimizdan kuyishimizga qaramasdan qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Biz uchun hattoki o'lgan emas, ichimizda yuribdi deydi Halima Ibragimovaning opasi. Halima Ibragimovaning turmush o'rtog'i ham bu savollarga javob berdi. Odamlarga nima qiziq bilmadim. Meni uylandiga chiqarishdi, hatto uydan haydab yubordi deyishdi. Hech qanaqasiga hozirgi vaqtda ko'nglimga bunday gap so'zlar sig'maydi. Iltimos qilaman, meni tinch qo'ying. Men hali uylanganim yo'q. Uylanish niyatida ham emasman. Ko'nglimda faqat Halima, uni xotirlayman. Halima Ibragimovaning qizi Gulnoza ham savollarga javob berdi. Oyimni eng sog'ingan joyim meni erkalashlari deydi Gulnoza. Ko'zlarida yosh bilan savollarga javob ham bera olmadi. Oyim shovlani yaxshi ko'rardilar. Oyimni juda sog'indim deydi Halima Ibragimovaning qizi Gulnoza. Aziz do'stlar, Halima Ibragimovani g'iybat qilmasdan haqqiga duo qilaylik. O'z fikr-mulohazalaringiz va tilaklaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang.